Assalomu alaykum. YouTube'dagi bizning hurmatli obunachilar. Sizlarga 75 million so'm Rabochi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva qo'yib beramiz. 30lik 3 dona balon ham qo'yilgan. 7 mestas ham ishlaydi. Zanit emas hech yeri. Motorlarına keladigan bo'lsak, 1.8 lasetti motorlar qo'yilgan. Hujjatlar ham mavjud tayyor. Bez nomerat skulgan. Xullas kalam, hali ham motoringizni dokumentalni qo'yib haydab bersangizlar ham bo'ladi. Mashina kraskalarni o'zlaringiz tekshirib olaverasizlar. Endi bu 75 million so'm bo'lgandan keyin kraska baribir bo'ladi. Bir robotchi mashina hisobida haydab berasizlar, xudo xolasa. Hadovoylarini hamma o'zi o'rtacha holatda, salon holatlarini ko'rsatamiz hozir. Salonlari 7 mestas ham bor. Mashina ovozini ham eshitali bir. 7 mestas. Bundan ham minaveradi bolalar, xudo xolasa. Bunun benzini yok hazır ha, metanda ham turibdi ha. Shuning uchun ham uzoqroq vaqtda yanadi ekanda. Yana ovozlari eshitinglar. Hozir gulishtirib yana boraman, lekin motor yaxshi ekan. Motorlarning umuman gap yo'q ekan. Yaxshi mehnat etibdilar. Bir xil takiz yanib turibdi. Hamma saslari zako'nli. Hozir durkan ichine minamiz. 75 million so'm zo'r deb o'ylayman. Shundan o'zlaringiz ham ozgina ishonmalar kelgan. Mexanik korobka sho'rini aytmoqmiz, ekonom bo'ladi bilasizlar. 30lik metan bilan chala yuridi ekan bulay. 200'dan ziyod yuribdi 3 balonda. 200'dan ziyod yursa ham emas. Aş avtomarketlardan aylanar. Şart emas, qatqaydash. Xudo xolasa ko'rasizlar yana obunachilar. İstanbul. Salon holatlar ham zo'r. Ko'changizda, eshigingizda tursa uyalmaysizlar ham, xudo xolasa. 75 million so'm zo'r deb o'ylayman. İlkönada bir kim oynamaydı fonundan maşında. Fonu esettiğini bektirdi. Lekin esetdi emas, sho'ri bor. Yok, neyse, uzun esettiğini bektirdi. Mana Toylar ama gidiyorlar erkenleri. to'ylar desa bo'ladi lekin. Vertolyotlar ham bor ekan. Xullas kalam ko'ringlar, kimnidir qiziqtirsa 75 million so'm, lekin naqd pul bo'lishi kerak. Kreditga beramiz. Lekin misol uchun 70 millionim bor, 65 millionim bor desalar, 10 kun 15 kun durib beramiz, gap yo'q. Mesela xudo xolasa kelaverasizlar, qo'shni daftada turadi. Az tushgandan keyin ham bir qator orqa oldini yana bir ko'rsataman. Motorlarni ochib ko'rsataman. Ma'noda ma'qul bo'lsa, ko'rib bosib beraveradigan joyi, buni o'ylanadigan joyi yo'q. Bu mashinalar bir vaqtlari orzu bo'lgan. 20 ming dollar buni yanına olib bormaganlar 30 ming, 35 ming dollar bo'lgan. Eldin aç. Endi hozir, eldin aç. Eldin aç. Motorlar 1.8 qo'yilgan. Oddiy bo'qqaga xullas kalam olib, haz etib haydab berasizlar, qo'yaverasizlar. Mana kelaman desangizda, qo'shni taftoda turadi, 75 million so'm, qop-qora svet. Haz etib, xudo xolasa haydisizlar. Podpischik bo'ladigan bo'lsa, dim yaxshi, xudo xolasa o'zlarimiz podpischiklarga beramiz. Haz etib haydisizlar. Asalom bo'linglar, bizdan kuzatishda davom qilinglar. Videomiz yoqib turgan bo'lsa bir like'larni bosib qo'yinglar. Yangi xudo xolasa ishini birma-bir qistonmasdan obzor etib chiqarib boraveramiz. Videolarimiz yoqsa bir like bosib qo'yasizlar.